Siz hech o'ylab ko'rganmisiz, Sukuna boshidan haqiqiy yovuz bo'lganmi yoki uni dunyo shunday qilganmi? Jodugarlar jangining asosiy yovuzi doim ham biz bilgan dahshatli maxluq bo'lmagan. Aslida u bir paytlar oddiy odam bo'lgan va uning o'tmishi juda fojiali. Sukuna tug'ilganidanoq hech kimga kerak emasdi. Ochlik va chorasizlikdan u hali ona qornidayoq o'z egizagini yeb qo'yadi. Aql bovar qilmas ish, lekin bu yashab qolish uchun qilingandi. Uning eng birinchi instinkti bitta edi: yashash uchun yeyish. Yoshligidan och qolgani va e'tiborsizlik sabab bu ongiga o'rnashib qolgan. Bolaligida u mehr yoki shafqat ko'rmadi, faqat qo'rquv, jirkanish va rad etishni his qildi. Vaqt o'tib bu mutlaq yolg'izlikka aylandi. Hech kim Sukunani odam deb bilmasdi. Hamma uni maxluq deb atardi. Muallif Gege Akutami ham unga hech kim odamdek munosabatda bo'lmaganini aytgan. Rad etilib keyin mehr topgan Narutodan farqli o'laroq, Sukunada bunday imkon bo'lmagan. Dunyo unga zarracha yaxshilik qilmadi. Shu sabab u ham dunyodan voz kechdi. Biz ko'rib turgan yovuzlik aslida dahshatli og'riqdan yaralgan. Har bir nafratli qarash va xiyonat uni shafqatsiz maxluqqa aylantirdi.